Ishxonada eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Assalomu alaykum. O, assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Ishxonada eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Alloh rozi bo'lsin. Uzr? Ishxonada eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, Ishxonada ko'p ishlatadigan so'zingiz. Qaysi? o'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Ishxonada eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Ishxonada eng ko'p ishlatadigan so'zingiz. O yigit. Hey bola! Obaki dondondan yeb, bizning aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Sizlar ishxonada ishlatadigan so'zinglar qaysi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.